Turkiyada o'sha davlatning fuqarosi bilan nikohdan o'tganman. Bu nikoh O'zbekistonda ham tan olinadimi? O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, ya'ni Oila kodeksining 235-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida, boshqa davlatning hududida, o'sha davlatning qonun hujjatlariga rioya qilgan holda bizning, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining o'rtasida yoki O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'rtasida tuzilgan nikohlar, agarda ushbu nikohlarni tuzishga, ya'ni O'zbekiston Respublikasini qonun hujjatlarida ko'rsatilgan, ya'ni monelik qiladigan sabablar bo'lmasa, O'zbekiston Respublikasi hududida e'tirof etiladi.